erkak bilan ayolni bir xillashtirilganidan iborat oila qurishga urinish bu tabiatga zid narsa bu. Islomda erkak bilan ayol tengmi, tengmasmi desa, islomda erkak bilan ayol insoniy jihatdan teng, lekin vazifa burch jihatdan ular bir xil emas. Nega? Ular ikki xil yaratilgan. Bundan boshqacha qonunni istaganlar marhamat qilib odamni boshqadan yaratish kerak. O'sha bir xillashtirishga bo'lgan urinishni oqibati nimaga olib keldi? Er ham ayol ham bir xil deb yurib, hozir mana erkakka uylanyapti, ayolga turmushga chiqyapti. Hech qachon ulardan bola bo'lmaydi. Unisi aniq. Lekin oila ham bo'lmaydi. Faqat buzuqligini qonuniylashtirish xolos. Nimaga mana shunga keldi gap? Chunki erkak ayolni o'rni boshidan to'g'ri belgilanmagan. Bizdagi ajrimlarni asosiy sabablardan biri o'sha dunyoqarashni qaysidir zarralari, odatlari bizni yoshlarimiz dunyoqarashiga, mafkurasiga sizib kirib qoladi.